2025-yilda oxirida, 2026-yilda zavoddan chiqqan desak ham bo'laveradi. Mashina tilida sotuvga qo'yilgan 8 etajli domimizda birinchi etaji. Adashib qolmanglar, minusovoyman. Oldindan aytaman, krediti yo'q bo'lsin, yangi dom bo'lsin, birov yashamagan bo'lsin deydiganlar uchun mana birinchi etajni o'zidan qo'shimchasiga liftlari bor joyidan, hurmatli kuzatuvchilar, eng asosiysi quruvchi akalarimizni o'zidan. Hattoki mana ko'rishingiz mumkin, hali rakvina sanuzellar endi ustanovka qilinadi. Bu yer birinchi xonalari, hurmatli kuzatuvchilar. Bu yer oshxonalari. Bu yerda umumiy gaz yo'q, umumiy qozonxona bilan isitish sistemasi joriy qilingan. Xo'p, bu yer ikkinchi xonalari. Ichimlik suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Bu yer umumiy sanuzellari, o'sha aytganimizdek, rakvina sanuzellar endi ustanovka qilinadi. Krediti yo'q, yashashga tayyor, hali birov yashamagan quruvchilarning o'zidan birinchi etajimiz sotilyapti. Manzil Rishton eski mol bozorida yangi tushayotgan domlarning qatorida ushbu birinchi etajdagi domimiz sotilyapti. Hammalariga tavsiya qilamiz. Ushbu videoni dom qidirib yurgan, krediti bo'lmagan, ikki xonali dom qidirib yurgan do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Yaxshilikka sababchi bo'lib qolamiz. Narxi $25,500 deb baholashdi. Hammalaringga ushbu xonadonimizni tavsiya qilib qolamiz.